Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz dam olish kuni, ya'ni yakshanba kunida Rossiyaning Orenburg shahrining Qoq markazida yana bir o'z qaddini rostlayotgan Allohning uyi, ya'ni masjidga keldik. Bu yerda juda katta ish olib borilmoqda va biz kabi musofirlar shu yerda bugun hashar yo'li bilan qo'limizdan kelganicha ko'proq ishlarni bajarishga harakat qilamiz. Doimo sog' bo'linglar va bizni kuzatishda davom eting. Mana yana bitta katta ustaka, bu ham men bilan hasharga kelgan. Mana shu tomonlari qo'shimcha bino sifatida qurilyapti va shu yerga bugun biz hasharga keldik.